Алматы şehirde Мәңгілік Сада кітабының тәрғибаты өтті. 2025 жылы 11 июль күні Алматы şehirde Uyghur yazıcысы Talat Bakimoğlu Hacı'nın Мәңгілік Сада namlı кітабының тәрғибат мурасымы болып өтті. 1946 жылы туылған muallif hazırkı күнде Қырғызстанның Қарабалты şehirde istiqamet қылмақта. Bu әсер Алматы şehirde Мир нәшрет үйеде нәшір қылынған. Презентацияны Алматыдагы Олжы yolu мәшрипи ve Халықаралық Uyghur Pen Merkezi uyushturdi. Pen Merkezining bosh katibi vazifasining yaqindan buyon Mir nashritining mudiri Alisher Halilov atqurvatidi. Мәңгілік Сада bu tarixiy hujjatlik roman bo'lib, o 20-asrning 60-yillardagi haqiqiy voqealarga asoslangan. Murasimda ataqliq shoirlar, yozuvchilar, jamiyat arboblari va Uyg'ur adabiyotining muxlislari ishtirok qildi. Ulardan qatordan Jamshid Ro'zaxonov, Akimjon Guliyev, Aud Masimov, Hamid Hamrayev, Rahmatjon G'o'jambardiyev, Aznat Talipov, Yo'ldosh Molotov, Rahmatjon Yusupov, Malik Vasilov va Shuhrat Abubariyev. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылғы дайырсыда Қазақстан ва Қырғызстан дәулетлері арасындагы достық мунасабатны тараққи еткізуш һәм милли тарихimiz, мәдәниетimiz, әдәбиятымызны көпчелеккә yetkizүш мақсатында өткізіліп жатқан чара тәдбирне очык деп илан кылабыз. Жуқырда үміт қылғандай едік, қалды. Қазір яман емес деп ойлаймын. Әдетте кітап сүйер, кітап құмар мәдениетіміздің жанкүйерлері бүгін жығылып отырды. Kitap demek için kitapның qanchalik aziz qadrli ekanligini hammamiz yaxshi sezib bilamiz, tushunamiz. Kitapdek yaqin do'st, kitapdek qarindosh, kitapdek akuka, kitapdek ustoz tepish bu dunyoda tas bo'lish kerak. Talatgan to'g'riliq endi menda ko'pchilik bilmasa, qisqacha men o'qib o'tib ketay. Qisqacha tarjima olayım. Talat Bakimoğlu Hacı 1944 yılı 10 iyunda Şarkı Türkistan'ın Olcu şehirde dünyaya gelgan. Otur mektebini tüketip 1960 yılı Beijing'deki Milletler Üniversitesi'ne o'qishga tushgan. 1962 yılı anısı ve qarindoshları bilan Kengash ittifoqiga ko'chib chiqib, Qirg'izistonning Qorabalt shahriga o'rnashdi. Shu yildan boshlab 1974 yilgacha kolxozda ishlab, ondan ta pensiyaga chiqishcha iste'molchilar jamiyatida emgak etgan. 1990 yildan boshlab Qirg'iziston Uyg'urlarining jamiyatlik ishlarining faol ishtirokchisi Talat Baqi har xil yillarda Qirg'iziston Uyg'urlarining ittifoq jamiyatining Qorabalt shahridagi sho'basida mas'ul katib, muavin rais qatorliq xizmatlarni atqolgan. Uning tashabbusi bilan 1996 yılı Qarabaltıda Uyghur tili ve yezigini ögütüş kursları içildi. Bazı bir yılları ma'lum sebepler bilan yepilib qolganini hesap almaganda 2017 yılgacha faoliyat ilib borgan bu kurslarda Talat Baqining mualliflik qo'llanmasini foydalangan ve muallif o'zi bevosita bu kurslarda ta'lim bergan. Mashada qisqacha yana atab ketishki bo'ldi. Talatgan bilan bo'lgan suhbatlarda bizning bilganimiz bu kursni 300 oshib bizning millat vakillari shu ana tilini bilmaydiganlar tamomlab hozirgi kunda misolga Rossiyaning Krasnoyarsk, Novosibirsk shahrida yashayotgan shu akadlarimiz Talatgan bilan aloqasi bor ekan. Shular o'zini ana tilida so'zlashib, Talatga sizga cho'ng rahmat. Biz mana shu chat yaqijutlarda yurib tilning qadriga yetdi. Hozir biroq bir yaxshi yeri bu tilimizni unutmadik. Shunga siz bilan yana xabarlashyapmiz, sizga minnatdorlik etib, rahmat etib xabarlashyapmiz deb deganlarni uqdik. Talat Baqining 1990 yillardan e'tiboran tarix, millat, ana til haqida yozgan maqola, o'chirik, she'r, hikoyalari Qozog'istonda nashr qilingan burungi kommunizm tug'i hozir Uyg'ur ovozi gazetida, Qirg'izistondagi Vijdon ovozi ittifoq gazetlarida davomli yo'riq ko'rib kelmoqda. Endi bevosita bu kitob to'g'riliq aytadigan bo'lsak, kitobda o'tgan asrning 50-60 yillari o'sha
ana yurtimizda bo'lgan voqealar tasvirlangan. Bu yerda bo'libmi stil tuzitish, po'lat to'mir tovlash, sakrab ilgirlash, madaniyat inqilobi qatorliq shu zamondagi bo'lgan ijtimoiy siyosiy voqealar hammasi muallifning beshidan o'tgandan keyin bu biroq badiiy asar shu masal hammasi shu ishlar to'liq shu yerda yo'ritilgan badiiy padaz bilan yo'ritilgan qahramonlarning ko'pchiligi Talatgan o'zining kitobida yozdi. Bu qahramonlarimiz bu o'ydirma qahramonlar emas, faqat misolga ismlari o'zgartirilgan bo'lsa-mu, haqiqiy shu davrning şahitleri, tirik şahitleri bo'lgan qarindoshlarimiz. Kitabın elgi sungan hediyem mening, onu okar evladım, nevrem mening deb ulug' namoyandimiz Sabit Abdurahmonov aytgandek, navbatgi so'zni bugungi marosimning bosh qahramoni Qirg'izistondan at chepib kelgan Talat aka Baqira Mo'lajo'g'ilga so'z beramiz. Qani zo'r alqishlar bo'lsin. Atlarını anlap düşürgen, eserlerini oku, görüşünü azlık düşürgen, kalemdaşlar, aşılar bilen, sizler bilen, anlatı cemaati, yaşlı şirketler bilen, hanımlar bilen, konuşkunumla üzerinde pek bektikler sanayla. Allah'a şükür olsun. Ben küçüğümden edebiyat muhlisi olup mektep okuma baktığımızda benim şu kitabın kahramanları Abdülmini, Aziz, Abjatbarlar diye benim savaktaşlarım, real şahsılar. Şular bilen 6. sınıf, 1. sınıftan birde okugan ben Abdülmini'den hoşnut ettim. Tadısın 52'de Milli Ermeniyanın patologunu itip etken zor yerde keyin bu balıyla okup biz boyunca bir mektep okup tutuyor. Fakat keyin Karlık Üniversitesi'nden ziyaret çıkıp ettim. Bu yaptı Karan Allah, Abdülmini'ni itip etti, Aziz'ini katıldı, Akçaplar'ını itip etti. Şu hatırlar benim yüreğimde üçmez hatır olup hazır ise 81 getirip 82'ye aldım. Allah ömür bir vaktı şu dersen aram vermek, şu yazsamken, hem de şu konuştursam,ken aşılarının namları ölçmesiyken, şu evlatının məqsədli hazır bir yaşlığa miras bulup kalsıyken de arzu ücretli kaldı. Ben oylagandım. Şu sözcüge yazmış şairlerin kayısı var, kayısı yok, hem yaş çoğuk etti. Üyədi bu, Kazakıstan'da mı bunun medeniyet merkezi uygunluğu boğan Kazakıstan'mışlar, topraklar halk söyledi. Mutlu gelip, böyle Alişir'in enişiye, basın karşısında enişiye neşir yapıp verip, yaşayan ballarla konuşup, çıkıvatkan jurnallar, kitaplarını görüp ben hayran kaldım. Ya, bizden edebiyatımız ölmekti, yaşlarının şundan çıkıp tuttu, kitaplar çıkıp tuttu. Hep şunçuk, aferin şunçuk, ben güzeldi. Ya, bizim ölmeyken edebiyatımız, hepimiz ölmeydi. Diyenlersine teşini püşkürüp, ahirinde bunu nadir, köp cefalar bilen, muşballarının kolu söyledim. Bayağı diyende hemen birlik eldim tuttum, ikinci gelişim, yaş çoğu olanıyken biraz mutluken, muşballar bunu bayağı kırıp, aldığımlar şunu vardı da. Rahmet, teşekkür, yaxşı ömür görünler, ten sak bulunlar, baldırınlarının, nevrenlarının kızını kırıp gelmiş. Allah Teala nasip olsun. Rahmet, Allah Rahmet Talat aka, o'zingiz aytgandek shu kitobning rahmat. Unda bo'lsa aziz mehmonlar, bugungi tadbirimizning rasmiy qismi, ya'ni lenta kesish rasmiy o'rlashga ruxsat qilsanglar, men beshaga kitobning lentasini qiyish uchun Qozog'iston faxriy yozuvchisi, Qozog'istondagi xalqaro Allash mukofotining sohibi ataqli shoir Jamshid aka Ro'zaqonovning Uyg'ur pen markaziniki ijroiy mudiri ham
Mir Neşretler Uyumu Müdürü Alisher aka Halilovning ham o'sha kitobning mas'ul muharrir bo'lgan William aka Boltiqlarni o'tirib chaqirgan bo'lsak. Marhamat. Meni sabaqa bo'lsin. Muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, navbatgi so'zni berish uchun qisqacha bugungi bizlarga belgilik bugungi ishlarni Uyg'ur pen xalqaro markaziniki qo'llab-quvvatlash bilan o'tkaziladi. Shuningdek Uyg'ur pen markazi haqida qisqacha sizlarga axborot berishni to'g'ri ko'rdik. Uyg'ur pen markazi yozuvchi, shoir, jurnalist, rassomlarning huquqini himoya qilgan xalqaro pen klubining bir sho'risi bo'lib tepiladi. 1921 yili qurilgan xalqaro pen klubining ijodkorlarning problemlari va huquqlari bilan shug'ullanayotgan dunyoviy darajadagi birdan-bir tashkilot. Nihoyatda cho'ng ishlarni orttirayotgan atalmish tashkilotning yig'inlariga, kongresslariga, hatto mamlakat boshchilari ishtirok qiladi. Uning tarkibida 157 ta milliy pen markazi bor. Shu jumladan Uyg'ur pen markazi 2007-yili Uyg'ur ziyolilarining boshlanmasi bilan vujudga kelgan. Uyg'ur pen markazi qurilishidan burun 2002-yili Olim Hamid Hamrayev Murat Muxtar o'g'li Avezovning qo'llab-quvvatlashi bilan pen klubning har yili o'tadigan yig'inga Sloveniyaga avatilgan. 2009-yili Uyg'ur pen markazining asosiy xalquvchilar Hamid Hamrayev bilan aloqaga chiqib, uni yangidan qurilgan Uyg'ur pen markazining boshliqlari qatoriga taklif qildi. 2009-yildan 2025-yilgacha Qaysar Ozg'un va Hamid Hamrayev raislikda bir-birini almashtirib kelgan. Yaqinda Olmutidagi Uyg'ur pen markazining a'zolari bosh qo'shib, hisobot saylam yig'inini o'tkazdi. Markazning chet ellardagi a'zolari bo'lsa, onlayn rejimda qatnashdi. Shunday qilib, ko'plagan fikr takliflardan keyin Aziz Aysa pen markazining prezidenti, Alisher Xalilov bosh katibi, rassom Hakimjon Guliyev ijroiy mudiri bo'lib saylandi. Shundaqla shoir yozuvchilar William Moltov, Ihson Ismoil va Maryam Sulton hay'at a'zolarining qatoriga kirdi. Qaysar O'zg'un bir eg'izin markazining faxriy prezidenti bo'ldi. Ham Hamid Hamrayev bilan bir qatorda ijroiy komitetning tarkibida qoldi. Bu Uyg'ur pen markazining qisqacha axborot. Hozirgi navbatgi so'zni biz shu Uyg'ur pen markazining bosh katibi Alisher aka Xalilovga so'z beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli qarindoshlar. Bugun bizning prezentatsiya kelganlarga ming qatim rahmat. Maymunlardan Allah razı olsun. Bugün biz bu kitap William kardeşimiz burada bir yılın içinde kıymetli bilen çıktı. Birinci Talat aka mübarek olsun kitapın çıkımınızın. Talat akam sizge ten selametlik uzak ömürlerimiz. Hazır pen klubunun namıdın Talat akamga bir soğa. Hamid akam Akırcan'a kastı çıksam. Pen klubunun namıdın Talat akamga çapan giyizmişimiz. Nasıl çapandaydı? Akırcan'a siz dokunun. Akırcan'a Çapan. Kelim. Moldan deyip koyun anın gibi. Bizning derdi shu, hozircha yozuvchi, shoir, qanday kitap chiqarganda bo'lmasin, bu kitap chiqarishni o'ng'ay narsa deb bilishga bo'lmaydi. Biz shu kitobga ko'ngil bo'lish masalasida orada arsada acizmiz. Aslında yetib qo'yay. Men kitobni nurg'un chiqardim, 20 yaqin kitob chiqardim. 500 kitapni aran tonuşturum bor yetadi onda. Ashto ashaq ahvolda shu kitobni taqtish masalasiga kelganda nayt ojizligimiz ko'pda. Uni o'zing yozsan, o'zing boshqa bir redaktorlik qilsan, lekin hamma narsani o'zing tayyorlaysan, unga bir odamning oldiga buni og'ina deb berishning o'zi nayt cho'ng xijolatchilik. Shoir yozuvchilar uchun. Bunu to'g'ri tushunsanlar bo'ldi, kitobxonlar.
Bunu Talatkanның әңгіме асан әңгек емес. Сасай ешіді еріш, бұл ғайты мұраккап оқат. Шының үшін оны қолап қуатташ, yazғыш шайырда дават бай өйлеп дават бұл санақты салан кетеді. Kitapны санақлық 500-дің аты çıqamaydı işte bana. Yani aşını қолап қуат демесек, біздің миллиетіміздің оқылып кетіштен бір тағым қаршы kitap. Kitapta yakın dost olmaydı. Onu okup ешқашан ренжішіңні ете алмайсың. O seni ешқашан ренжітмейді. O seni ақылы қылышы мүмкін, ренжітмейді. Bir қазақ шайырының bir сөзі бар. Bu şiiriyatını түгел адам оқымайды деп тақырып емес. Қарғып сөзінің yazғаны ең кішкене елесі мүмкін. Біз шиыр езіп жүрген адамдарға onu bilin yamataz. O şehirde oldu da ketecek. Ben salan giderler, bir kuptu tez biranları ben açıp 10 mun kaldı. Bir kuptu yaxşı şey tez biranlar, 10 munga alayım. Başına gitmedi bezdi. Şunun için bu kitabın kadir kıymetini mesela teşvik kılmayla. Bana appak baş, ak sakal, adımımız kepe şunu. Başka resimlikin kep oturur. Bana o şun kitabını qo'llab quvvatlab, olimimizning kelishicha qo'llab quvvatlab, qo'rqitimiz nayta to'g'ri mumkin deb o'ylayman. Yarımdaşlar, bugün bir acayip bir edebi alakçıq oldu, edeb küçüşünün guvaçısı bo'libmiz. Bu menimcha bunu Kırgızistan bilan Qozog'iston orasidagi yozuvchilarni, shoirlarning munosabati deb o'ylayman. Burun munosabat yaxshi edi. Belamaz doklad yetib ketdi, susishib ketib bordi. Hozir mana shu menimcha qiyinyotidi. Bu cho'ng bir ish. Buning endi shu fen klubning kuchi Hamidga mana sizlarga o'ylayman, bunlarga rahmat. Küçük, talep akımının çıkarımları. Şunun için barlık icatkarlığa neşede. Kayınlarına rahmet. Mesela birbirimizni qo'llab quvvatlab tutsak bu icatniki rahatni kichkin sezmizganda unda chiqirib qo'yib o'qisan kitap yani bo'lmaydi ekan. Yazgan konu, hep okuş gerek, usulca oynaş gerek, hep görüş gibi nakş yetiş gerek. Bunsa ağırıp kaldı. Şunun için hemenler tan selamet dileyme, icat kılınla, sizge teletket, salametlik, kalemle taşılman, endi östen böyle yazıyorum, bırak ketmen siz deyip oturup yazın. Salametlik dileyme, sizlerge hem işinleri muhabbet ettiğini. En kulu. Assalamu alaikum. Qadrli qarindoshlar. Birinchidan bosh yo'llarni qaytmanglar. Haqiqatan har qanday odamlarning dardlariga davo topadigan qarindoshlik bo'lmaydigan tilakni bildirishman. Ikkinchidan Alisher Sen nashriyatga, mush kitobni chiqarishga ko'p chiqarib, hozir yetyapti qanchalar qiyinchiliklar chiqarilgan. Shunga bardosht bergan sen nashriyatga yangi quvvat tilayman. Endi mana Talat Baqi inimiz Ahmad akam shunday deydi. Talat Baqi inimiz 80 yoshga vaqtda manda tarixiy romanni yechishi bu ajoyib qutuqga shu Talat Baqi hukumimizga sana aqroludi. Yeni icadi utuqlar bilan birga salomatlik yo'llab qo'ysam deganchiligini verdi. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Bugun haqiqatan faqat o'sha qozog'istonlik uyg'urlar uchun emas, muallif Qirg'iziston Jumhuriyatida istiqomat qilayotganlikdan
Мәйлі Өзбекстандық кітап оқырмандар үшін болсын ба, енді ұяқтықларына тәкліп болмаған оқшайды, енді азап күннің ысығыда түрлі вәзиятлері бар. Демекші болғаным, әрқандақ башта етілғандық, осы ең шыққан кітап, ана тілімізде шыққан кітап, мәйлі қайда яшымайлы, шылау үшін бір мәйрам күні. Шын үшін бүгінгі кітаптың шыққан, нәшрдің шыққаны мұбарак болсын. Тәләтаға kitapның məzmun to'liq bayı etib ketdi, üzündülər oquldu. Kitapның yazılış tarixi to'g'riliqmi etildi. Mən endi qisqacha bir etmoqchi bo'lgan o'yim, har qanday kitobni o'qiganda uningdan bir nima to'g'riliq ekanligini albatta birinchi navbatda aniqlaymiz o'qish jarayonida. Biroq da chiqaradigan xulosamiz bir bo'lishi kerakda, shu kitob nima berdi deb. Bu yerdagi mavzu nihoyat cho'ng. Tarihi eserler bizde köp yazıldı. Bir adet kişilikli göründü. Aslında bu adet kişi emas. Bütün bir insanların, bütün sürük bir ailenin jığıp geldiği vaxtda bütün bir milletin takdiri bu. Yani bunu kança etse tügümeydiğen narsa. Bunu sözüm ahırda ayırğanın Talat Jaka mübarek bolsun, bayqı natıqla aytqandak, yani bu bilan to'xtab qolmay texmi cho'ngroq bir asarlar tutish qiling, o'zingizning o'sha ichingizdagi nimalarni yezib qoldirishga tirishing. Shuning uchun sizga salomatlik bersin. Endi shunchalik o'sha amgagingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Bay siz aytayotgandek Qozog'iston Cumhuriyatidagi Uyg'urlarda ko'plagan mumkinchiliklar bor. Bu uchun biz prezidentdan boshlab Qozog'iston hukumatiga doim minnatdorligimizni bildiramiz. Eng asosli bizdagi cho'ng bir muvaffaqiyat Qozog'istonlik Uyg'urlar uchun bir tugamas, bir so'g'ilmas ilhom manbasi bo'lib turgan bu ana tillik maktablarimiz. Ana tilimizda hukumatning hisobiga butkul darsliklar shu qozoq tilida, rus tilida qanday chiqsa, uyg'ur tilida shunday chiqyotdi. Uyg'ur tilidagi bilmayotgan bolalarimizni nihoyat savodli boshqa tillarda o'qiyotgan bolalar hech qanday kam emas. Oltin belgi yeyotganlar ko'p. Nihoyatda cho'ng o'qish o'rinlariga tushib o'qiyotganlarmi ko'p. Shuning uchun bayq aytgan gaplarning hammasini shu to'miri qayerga ketayotganligini shu orqali sezib olishga bo'ldi. Sal uzoq so'zlab qo'ydim. Diqqatingizga rahmat. Shu kitobni ya'ni kelamga o'qirmanlarga yetkazish uchun jamoatchilikka yetkazish, taqitish masalasida faqat shu uyushtiruvchilarga atib qo'ymay, o'sha o'tagan hammamiz aloqamiz bor, boshqa mashrablarimiz bor, tanishlarimiz bor, qarindoshlarimizga bir talni so'q qilish uchun bo'lsa, ham deganda bir chiqishni olaydi. Men shu qo'ldi ekan. Men deylarga shahar yozuvchilarniki algini yaxshi tushunman. Bu kitob yozish o'ng'ay ish emas. Ularga qutuq jumla qazg'anda shunday tan endi o kitobni barliq akilish, u o'z yo'lda ularga taqish, bayda kitoblarga har qanday bir shahar yozuvchilarniki olimning beshik yozgan o'qatga endi prezidentimiz da'vatida kitob o'qisa madaniyat xalq bo'laydi desak, kitob o'qaydi deb ashyo bir maqsad bir siyosat, ashyo bir tashabbus tashildi. Shuning uchun joy-joylar maktablarda ashyo bir yaxshi chora-tadbirlar ketib qoldi. Bugungi shu chora-tadbir shuniki bir bir misoli. Shuning uchun men bugungi shu murosimni uyushtirgan nashriyat vakiliga rahmat deyman. Bizning nashriyat xodimlariga, men nashriyatda Alishir boshliq mana necha yillardan beri qanchalik kitoblarni nashr qildik. Shu Uyg'ur shahar yozuvchilarniki, olimlarga ko'p rahmat. Ata sizning qalbingiz qonun sizga salomatlik va qiyonalar salom etdi. Sizlarga qandayliqi qilsam maktab yo'q deymizki, biroq baribir julib chiqqan bir azimatimiz tayyor bo'lishi mumkin deb o'ylab, shuni ishlash qilmaymiz. Shuning yoshlarimizga mana tarbiya beraylik, o'qitaylik, bilimli qilaylik. Ma'qul. Biz baxtga yashayotgan deb o'ylayman bizning mamlakatda. Sababi biz o'z kichik vaqtda taqdim eshitishni ko'mdik. Taya atamizning aqsda o'qidik. Ustozlarimizdan ustozlarning qo'lidan bilim oldik. Bizning vatandagi har bir yosh bilim uchun kurash qilgan desa bo'larmikin. Yaxshi mana qaramoq bosh qahramon shu Beijinggacha bordi.
Ondan keyin maktabda bo'layotgan voqealar. Masalan, biz maktabda bilim o'qishga borsak, bolalarni yerda bir bayqazib mana velimiz aytgandek bir parmanda chaqiriqlar bilan ittizoga chiqish, ishiltish, ig'ruqat qilish. Ko'z oldimizga keltirmaymiz. Bundaq narsamiz beshimizda o'tkazmadik. Mana shu voqealarni hammasini unutmay, aniq yozilgan sizga men aytaman, rahmat aytaman, xatirimizni tanishtirgan. Sizga salomatlik tilayman. Endi shu kitob qilib chiqarishga mana viloyatimizning mashrabakliga hammalarga tan salomatlik tilayman. Kitob yozilgandan keyin o'quvchisini baribir topib o'ylayman. Hammalarga salomatlik tilayman. Mana kitobimiz qachon bo'lsin, ham tarqab olsin. Rahmat. Alisher Qadilov to'g'ridan cho'ng rahmat aytgim keldi birinchidan. Yomon nurun Uyg'uroniki kitoblarni nashr qilib berayotdi. Mana shu qanday qahramonlarniki o'jalariga kitob chiqadi, bizga yetmay qoldilar. Bu shifoqdan kitoblarni albatta bizniki boy ichib ketdi, mana mard. Biz tilni yo'qotsak, xalqimizni yo'qotadi. Qozog'istonda jamoamizda 63 maktabimizda azotib qoldi. Bu saqlab qolish bizniki yigitlarning birinchi vazifasi. Har yer qaqshab kelyapmiz. Har qachon bu kitoblarni tartishimiz kerak. Yoshlarni tarbiyalashimiz kerak. Qonun tilimizni yo'qotishimiz kerak. G'oyib ishlarni narsa bo'lsin. Onun uchun hurmatli akalar, inlar, singillar, ana mana shu yozuvchilarimizni qo'llaylik. Bu kitobni boy etib ketdi, bu jinni bilan quduq bo'lgan narsa bu kitobni bilim bo'lgan. Bilimni yo'qotmaylik. Rahmat hammalarga, aka, sizga tan salomatlik. Xush kelibsiz. Boshqa kitoblarni yozib turing, biz o'qib turaylik. Qadrli qarindoshlar, nurg'un so'zlar aytildi. Har bir millatning, har bir odamning o'tmishi bor, buguni bor, atisi bor. O'tmishni biz o'zgartirmaymiz. Haqiqatan biz o'tmishimiz, xalqimizning o'tmishi nihoyat cho'ng sinoqlarga keldi. Bugunimizga qarasak, endi bu shu davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan biz qanchalik foydalanamiz, kelajakka qanday quramiz degan masala turdi. Hozir eng cho'ng masala shu davlatimizda yaratilgan imkoniyat, ana tilimizda turgan maktablar, milliy matbuotimiz, milliy san'atimiz mana dunyo yuzida haqiqatan shu yerda mavjud bo'lib turyapti. Mashhad o'tgan har birimizga shularni saqlab qolish bir bağlanışlık. Belki Talat akamның söz bilan aytganda kurslarni ichib baqdim dedi. Nurg'un bolalar anıtılını unutdi dedi. Talat akam nima deydi desek biz bir sizlar mushu yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, ertugün pushaymon qilgan vaziyatga kelib qolmanglar degan bir chaqiriq bilan oqsoqol murojaat qildi desak bo'ldi. Shuning uchun har birimiz ana tilimizni saqlab qolaylik. Qo'limizdan keladigan bolalarimizni ana tilda davlat qo'llayotgan maktabda o'qitaylik. Ana tilimizda chiqadigan gazet, jurnallarga yozlaylik. Ana tilimizda mavjud bizniki milliy san'atimizning beshigi bo'lgan Uyg'ur teatriga berib huzurlanaylik. Biz bir cho'ng ajdodlarimiz biz uchun qahramonliklarni yaratib bo'ldi. Bizning eng cho'ng qahramonlik asr shu bizning milliyligimizni saqlab qolish bo'lyapti. Assalomu alaykum Berian aka. Bugungi kitobning yo'riq ko'rish kechasiga xush kelibsiz. Eng birinchi navbatda sizning bu yerda qo'shgan ulushingiz bor, uni aytib ketish kerak. Bu kitobni olgan ta'siritingiz bilan bizning ko'rganlarga qisqacha bo'lishib bersangiz. Assalomu alaykum, rahmat. Endi bu kitobninki shu chiqish jarayoni muallif o'zi yozib bo'lgandan keyingi chiqish jarayoniga biz bevosita aralashdik. Biz demakchi G'o'lji yo'li mashrab ahli, shundaqla Uyg'urpen qalamkashlar jamiyati yaxshi aralashdik to'lig'i bilan. Shu kitobning tayyorlash, ya'ni bu arab grafik asosidagi yoziqdan, undan keyin ovozli uchurlardan bu kirillitsaga avdirish, undan keyin nashriyat ishlari bo'yicha to'liq yugadik. U boshqa yana gap. Her halde üyede en çoğun iş bu birinçiden ben özüm baxtli hesaplayma. Sebebi birinci bu kitapla özüm bevosita tanışıp, özüm okudum. Okugandan keyin nihoyat bir çoğun ta'sirat bo'ldi. Sebebi mush kitap orqali endi boshqa
bunu internet sayfalardan başka yerlerden anlagan bo'lsam-mı, o'qigan bo'lsam-mı, bevosita shu voqealarning tirik o'z guvochisi bo'lgan akamizningki Talat akam Baqiyevning o'zininki yozgan kitobini o'qigandan keyin uningdan cho'ng ta'sirot oldim. Saviy Talat aka Baqiy bilan bo'lgan suhbatlarimizda bu kitobning qahramonlariniki ismlari o'zgargan bo'lsa-mu, bu yerda shu kishilarniki haqiqiy hayotda bo'lgan shaxslar ekanligi nihoyatda bir cho'ng ta'sirot qoldirdi. Shuning uchun bu kitobninki bizning madaniyatimiz uchun, xalqimiz uchun ahamiyati nihoyatda zo'r hamda bu kelajakda o'qiladi ham yaxshi qabul qilindi degan umiddamiz. Rahmat aka, sizning kitoblaringizning yo'riq ko'rish kechisida uchrashguncha omon bo'ling. Assalomu alaykum aka. Bugungi kitobimizning yo'riq ko'rishi bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Sizga buningdan ko'pligan yutuqlarni tilayman aka. Endi bu kitobimizning yozilish jarayoni bilan bizning ko'ruvchilar bilan qisqacha bo'lishib bersangiz. Rahmat kızım. Nevrem desem olurdu. Biz Uygur milletinin kelgüsüsüler. Biz uzun ömrümüzde köp hayat yolunu biz öttük, çapa meşakkatlerini tattık. Ömür boyu vatan, millet isimizden çıkmadı. Şunun gibi kolumuzdan kilişçe işlerini kılaylı dep tırıştık. Vakit keptiken yaş 80'i takalganda bu içimdeki hep gite yaşlığa. Ecdatlarının anlıqanlarımızı, atıboğullarımızın anlıqanlarımızı, akıllarımızın anlıqanını, kögellerimizni yaşlığa bir ümül bolam diken, şulağı miras bop kala. Bizge bu hörlük, azatlık ideyesi evlatqa miras bop kevatıdın, özünüzü yaxşı bilirsiniz net 100 yıldan beri. Bırak bu davamlaşıdı. Şu niyette gayret kılıp bu kitapını yazıp çıktım. Endi ben kesbi yazgıcı bulmagandan keyin bunun nussallar köp buluş mümkün. Lekin ben kögellerimni özümün şu jarayonda o'ylarimni, ideyalarimni aşağıya berip yaşlarga yetkizishga tirishdim. Asosiy maqsad shu. Asosiy maqsad bu kitap avlod uchun, yoshlar uchun. Şu ata-analarımızdan qolgan, kelayotgan mirasni, aşılarning hörlük azatlık bo'lgan sadasını yetkizish uchun, shuning uchun kitobimni Mengülük Sada deb atadim. O kitobning sifatini o'quvchilar o'qib belgilaydi. Ishqilib ben shuni yoshlarga yetkazgunimga xursandman. Kitobimni yoshlar o'qisa, bizning ota-bobolarimiz qanday yashab ekan deb bizdan yaxshi ishlarni, yaxshi tilaklarni ulgu qilib miras qolsa, biz o'zimizni baxtli deb u dunyodami Alloh taolo ruhimiz shuni ko'rib xursand bo'ladi degan niyatda yozdim. Aka, bu kitobning qisqacha mazmunini bilsakmi, bugun biz cho'ng ta'sirot oldik. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat deyman. Sizdan keyingi utuqlaringizni tilayman. Keyingi kitoblaringizni bu yo'riq bo'lsin, Qozog'istonga kelib turing. Rahmat sizga. Rahmat kızım, rahmat. Baxtli bo'ling, rahmat. Ömrünüz uzun.